Bir mahallada yoshi ulug' onaxonning do'koni bor edi. Ancha vaqt o'tib, yana bir inson onaxon savdo qiladigan do'konning ro'parasidan baqqolchilik rastasini qurdirdi. O'sha kundan boshlab ikki do'kondor ham sotiladigan mahsulotlarning narxlarini yozib, ilib qo'yadigan bo'lishdi. Yangi rastaning xo'jayini saryog'ning narxini 10 tanga deb yozib qo'ysa, onaxon 9 tanga deb yozib qo'ydi. Ertasiga yangi rastada saryog'ning narxi 8 tanga degan yozuv paydo bo'ldi. Xola ham darhol saryog'ning narxi 7 tanga deb yozib qo'ydi. Xolani anchadan buyon tanigan mijozlari, "Xolajon, ular bilan bahslashmang. Ular katta miqdorda yuk olgani bois biror bir mahsulotini arzon qilib sotsa ham zarar ko'rishmaydi" dedi. Onaxon orqasiga qayrilib do'koniga kirib ketar ekan, "Men hech qachon do'konimda saryog' sotmaganman bolam. Hech bo'lmasa odamlarga yengil bo'lsin, arzonroq olishsin deyman-da" dedi.